Yuridik klinikaning 3 oylik faoliyat statistikasi, ya'ni 2025-yilning sentyabr-dekabr oylari davomidagi statistika. Hisobot davrida yuridik klinika tomonidan aholiga huquqiy yordam ko'rsatish hamda ta'limiy tashabbuslarni amalga oshirish bo'yicha faol ishlar olib borildi. Shu jumladan bot orqali kelib tushgan murojaatlar soni 989 tani. Yuridik klinikada amalga oshirilgan offlayn murojaatlar soni esa 626 tani. Huquqiy maktab doirasida qabul qilingan murojaatlar soni 287 tani. Qo'l markazi orqali kelib tushgan murojaatlar soni 27 tani. Yuridik klinikaning Mehr va oqibat NNT bilan hamkorligidagi qabul qilingan murojaatlar soni 27 tani tashkil etadi. Hamda yuridik klinikaning ta'limiy va trening faoliyati, sud qarorlarini sharhlash mavzusiga bag'ishlangan treninglar soni 6 tani. Fuqarolik ishlari, ya'ni keyslarni tahlil qilishga bag'ishlangan treninglar soni 6 tani. Master-klasslar soni 36 tani hamda sayyor qabullar soni 18 tani tashkil etadi. Keltirilgan ma'lumotlar yuridik klinika faoliyatini, samaradorligini va aholi tomonidan bildirilayotgan ishonchning yuqoriligini yaqqol namoyon etadi.